Redmi Turbo 5 Max. Redmi kompaniyasining bu yilgi eng zo'r sotiladigan smartfonlardan bittasi. Nimaga deysizmi? Birga birni qo'shsangiz 2 bo'lishi ma'lum. Lekin ushbu smartfonda $400 bo'lgan O'zbekiston sharoitida bilasizlar, har xil xarajatlar bilan qimmat $400 bo'lgan smartfon $1000 bo'lgan smartfonlarni funksiyalariga ega bo'lgan. Bu qanaqa bunaqa qilish mumkin? Bu faqatgina Redmi'ning qo'lidan keladi. Kelinglar batafsil tanishib chiqamiz. Protsessori, kamerasi va albatta displey va barmoq izi skaneri umuman gap yo'q. Mana shu eng zo'r joyi, ya'ni eng ko'p smartfonni blokdan chiqarishimizda barmoq izi skaneri bilan yoki parol terib ishlaymiz. Mana bu haqiqiy kayf qiladigan joyi. Smartfonni ko'p maqtamayman va komplekti bilan tanishib chiqamiz. Komplektda har doimgidek Redmicha, ya'ni chexol, quvvatlash moslamasi va kabeli. Quvvatlash moslamasi 100 Watt. Nima uchun 100 Watt desangiz, bu smartfonda 9000 mAh akkumulyatorni jihozlangan. Mana bu ham hozirgi paytda juda bir trend bo'lgan va smartfon unaqangi qalin emas. Aytgancha smartfon tashqi o'lchamlari haqida gapiradigan bo'lsak, ikkinchi smartfon iPhone 16 Pro Max, 16 Pro Max bilan bir xil. Ya'ni ikkita smartfonni bitta qo'lda ushlaganingizda shunaqangi yoqimli va razmerlar bir xil bo'ladigan bo'lsa, qo'lingizga yaxshi tushadi. Haqiqatdan ham iPhone 16 Pro Max ya'ni shu flagmanga o'xshatishgan. Orqadagi kamerasi ham iPhone 17 ga o'xshab ketadi, ahamiyat bergan bo'lsanglar. Smartfon dizayni haqida gapiradigan bo'lsam, standart Type-C razyomi, mikrofoni, sim karta latoga ikkita sim kartani olish imkoniga ega va dinamigi, chap tomonda hech narsa yo'q, o'ng tomon ovoz boshqarish va o'chirib yoqish tugmasi, tepasida qo'shimcha dinamigi va infraqizil porti. Infraqizil port maishiy texnika, ya'ni televizor, konsol va shunaqangi pultdan boshqariladigan texnikani boshqarish uchun ishlatiladi. Dinamigini alohida tema to'g'risi. Kelinglar dinamigidan boshlaylik. Bunaqa baland dinamik oxirgi payt eshitmagan edim. Aynan $500 gacha bo'lgan smartfonlar ichida bunda shunaqangi dinamiki bor. Va ushbu smartfonni Xiaomi 15 Pro smartfoni bilan dinamikani bitta solishtirib ko'rdik va natijasini ko'rishingiz mumkin. Arzonchi smartfonga qanaqa ham displey o'rnatish mumkin deb o'ylashingiz mumkin. Amaliyot 683 dyum 1.5K o'lchamda bo'ladi. 120 Hz displey yangilanish tezligi, 3500 nit maksimal yorug'ligi, quyoshli kunlarda muammosiz maza qilib ishlatasiz va displey rostdan ham kattagina va bu katta displeyni ta'minlash uchun har doimgidek akkumulyator va protsessor muhim rol tutadi. Protsessori Dimensity 9500S 3 nanometrli, video grafika uchun esa Immortals G925 MC12 bilan jihozlangan. Smartfon nima uchun tezkor degan savol tug'iladigan bo'lsa, LPDDR5X operativ xotirasi va UFS 4.1 doimiy xotirasi. Bu nima desangiz, ya'ni juda ham tezkor xotiralar bilan jihozlangan. 12 GB operativkasi eng pasti bo'ladi. 8, 6 qilib o'tirmaydi Xitoylar. Aynan Xitoy versiyada, endi globalga 8 dan urib yuborishadi. Va 256 GB dan boshlanadi va u yoqqa ketdi. Protsessor qanchalik kuchli haqida albatta PUBG Mobile o'yinni o'ynaganimizda aytib o'taman va albatta AnTuTu testlarini va boshqa stress testlarini ham aytib o'taman. Bundan tashqari ushbu smartfonda rus tili yo'q. Va deyishingiz mumkin. Albatta bizlarning videolarimizni ko'rib, Mobius'da yoki Uzmobile'da 4G yaxshi ushlamasligini o'zimga yana gapirishadi. Anaqa Mobius'da manaqada 4G ushlamas ekan-ku deyshadi-da. To'xta endi, bu gapni siz qayerdan oldingiz desam, o'zi aytgansiz deyshayotdi-da. O'zim umuman Xitoy telefon olib keldi deganlar, umuman bu masala haqida gapirishmaydi. Jim, bu masalaning iloji bo'lsa chetlarga o'tish kerak. Ya'ni klientga o'xshab ketsa o'xshab ketdi, o'xshab ketmasa yo'q, endi Xitoy telefoni ku deyveradi. Lekin
olishinglardan qat'iy nazar bizdan olasizlarmi, boshqasidan olasizlarmi, umuman farqi yo'q. Smartfonni kamchiligi bormi? Bor. Ya'ni Mobius va Uzmobile'da 4G yaxshi ushamaydi. Qayerda desanglar, ayrim regionlarda, ya'ni ayrim viloyatlarda, hamma yoqda emas. Misol uchun, o'zim aytgancha Beeline ham yaxshi ushamaydi deyishdi. O'zim Beeline ishlatib ko'rdim va albatta hozir tezlik testini ko'rishimiz mumkin. Unaqa zo'r emas. Umuman olganda 4G bormi? Ha, bor. Endi 3G dan ko'ra yaxshiroq. Bizning 3G tezligimiz 2G ga o'xshaydi, 4G tezligimiz 3G ga o'xshaydi-yu. Xuddi shunaqa Uzmobile'dan ham sim karta olib, maxsus qo'yib ishlatib ko'rdim. Tezligi yaxshi. Kerak bo'lsa Beeline'dan ham yaxshi. Oxirgi paytda bilasizlar, Beeline sal ensasini qotirib ishlayapti. Endi nima endi bu Xitoy versiyasi qanaqa ishlatamiz desanglar, ya'ni Play Market bormi? Play Market yo'q. Lekin o'zining Get App degan ilovasi bor. O'sha yerdan bemalol Google Play deb yozsangiz chiqib keladi. Shu yerdan shunday yuklab olasiz, bo'ldi, ishlayveradi. Albatta menyusi ingliz tilida bo'ladi, hamma yoq ingliz tilida bo'ladi. Buni ruscha qilsa bo'ladimi? Yo'q, qilsa bo'ladi 20-30%, lekin u sizga hech narsa bermaydi. Undan ko'rasa ingliz tilini o'rganib 100% ingliz tilida foydalangan 100 marta yaxshi deb o'ylayman. Agarda Xitoy telefonni, ya'ni arzonga yaxshi telefonni olish niyatingiz bo'lsa, lekin siz har doim global telefon ishlatib yurgan bo'lsangiz, albatta bunaqangi telefonlarga o'rganishingiz qiyin bo'ladi. Bu birinchidan. Lekin bitta olib ishlatsangiz, bitta o'rgansangiz, keyin global telefonlarni olmay qo'yasiz. Chunki bu narxga men bundan ham zo'rini ola olaman deysizda. Sistemasi haqida gapiradigan bo'lsak, HyperOS 3.0 10 versiyasi bilan jihozlangan. O'sha hamma yangiliklar kelgan. Maza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Tezkorlik deysizmi, silliqlik deysizmi, hammasi bor. Ya'ni qo'shimcha sozlamalari ham yaxshigina va bitta yoqmaydigan tomoni ana Redmi seriyasida bu har doim bo'ladi. Vibramotor. Bunda ham o'rtacha. Ja zo'r emas. Albatta flagonlarga sal yaqinlashgan, lekin majburiyatni pasaytirib qo'yish kerak. Nima aytsangiz, bo'lmasa to'laqonli flagon bo'lib ketish mumkin-da. Smartfon Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G bor, lekin ishlamadi. 4G da Beeline, Uzmobile'da muammo bo'lmadi. Gapirib yana protsessorga qaytib keldim. Chunki protsessor bu smartfonning miyasi. Miyasi orqali butun organizm odamni qanday boshqaradigan bo'lsa, xuddi shunaqa smartfonda ham protsessori butun sistemani boshqaradi. Kimdir uni yuragi deyishi mumkin yo boshqa narsa deyishi mumkin, lekin unaqa narsa emas. Protsessor hamma vazifalarni boshqaradigan qismi bu protsessor bo'ladi. Protsessor 9500 Dimensity S seriyasi, lekin o'tgan yilgi Snapdragon 850 dan ko'ra AnTuTu'da normalniy badi yig'di. PUBG'da 120 FPS ochmaydi, lekin buni ochsa bo'ladi. Maxsus ilovalar bor. Shizuku, Temux va 90 FPS degan ilovalar orqali buni amalga oshirsa bo'ladi. Va albatta smartfonda 120 FPS da PUBG Mobile o'ynadik va natijasini ko'rishingiz mumkin. Marked a location. Umuman olganda protsessori juda ham yaxshi, ya'ni kundalik hayotda ishlatganimizda. Albatta ko'p narsalarni yuklasak, og'ir o'yinlarni o'ynaydigan bo'lsak, qizishi bor. Bo'ladimi? Bo'ladi. Chunki bu MediaTek protsessori. Lekin agar 5-6 yilligi, 7-8 yil oldingi holat ko'radigan bo'lsak, 7-8 emas, 5-6 yil oldingi holat ko'rsak, MediaTek protsessorlari ancha oldinga surilgan, ancha oldinga chiqqan. Bu birinchi qadam esingizda bo'lsa, Redmi Note 8 Pro degan smartfon bo'lardi. Vashe bomba. O'sha smartfonda birinchi bo'lib MediaTek bilan Xiaomi kompaniyasi birgalikda hamkorlikda ishlab, shunaqangi zo'r natijaga erishgan edi va ko'rsatib qo'ygan edi butun dunyoga. Va bundan tashqari bu albatta Snapdragon, ya'ni amerikanskiy kompaniyaga ham Qualcomm desa to'g'ri bo'ladi. Qualcomm kompaniyasiga bu Xitoy MediaTek kompaniyasi ularga tashlagan shunaqangi jangi edi va bu jangda menimcha MediaTek kompaniyasi hozirgi paytda qanaqadir miqdorda Snapdragonga yetib olindi, yo'q qayerdadir oshib ketyapti. Misol uchun
mana bunaqangi 300-400 dollar atrofidagi smartfonga juda kuchli bo'lgan protsessorni qo'yishyapti va bunaqangi protsessor bilan Snapdragon protsessorlar, ya'ni Qualcomm Snapdragon protsessorlar bunaqa narxda smartfon chiqazib bera olmayapti. Ya'ni bu segmentdan umuman Snapdragon protsessorlarni chiqazib yubordi. Kamerasi ikkitali, chiroyli, menga yoqdi. Ya'ni ko'pgina kameradan ko'ra mana shu ikkitani o'zi yetarli. Asosiy kamerasi 50 megapiksel, diafragmasi f1.5, optik stabilizatsiya bor. Light Hunter 600. Kameraga gap yo'q rostdan ham. Bunaqangi aynan Redmi seriyasida bunaqa yaxshi kameraga, videoga, ayniqsa videoga oladigan kamerani uchratmagan edim. Agar adashayotgan bo'lsam, eslatib o'tinglar. Yana qaysi Redmi seriyasidagi smartfonlar kamerasi bunaqa darajada yaxshi bo'lganini. 4K 60 fps da video ola oladi va hozirgi paytda video fotolarni tanib chiqsa bo'ladi. Redmi Turbo 5 Max smartfoniga 4K 60 fps video test olamiz. Baho beramiz. Tasvir menga yoqdi. Oldingi Redmi'dan ko'ra ancha yaxshi. 4K da maksimal 6x gacha yaqinlashtirib olsa bo'ladi, lekin tasvirni ko'ryapsizlar, rasvo. Hozir 5x ga tushiramiz. Bu ham rasvo. 2x tushiramiz. Bo'limi yana yaxshi. Albatta 1x sherikka o'tib bo'lmaydi. Keyin burchakli kamerasi 8 megapiksel, diafragmasi f2.2. Natijalar yomon emas. Oldi kamerasi 20 megapiksel, diafragmasi f2.2, Full HD da 60 fps gacha video olish imkoniga ega. Natijalarni ko'ryapsizlar, menimcha umuman olganda yomon emas. Va Xitoy smartfonlarining hozirgi paytda eng katta jang ketadigan maydoni bu akkumulyatordan bog'liq bo'lgan maydon bo'lib qoldi. 9000 mAh akkumulyatorni jihozlangan. Demak, to'laqonli 2 kunni bemalol ishlab beradi. Menda taxminan 11 soat displey yo'q holatida ishladi. Instagramda 10 soat degan ekanman, ozgina adashganman. Ayni o'sha soatdan keyin daqiqalarni hisobga olmaganman. 6 soat va 4 soat, 6 soat 17 minut va 4 soat 53 daqiqa ishlagan, ya'ni 7-8% quvvati qolgan edi. Bu juda ham yaxshi natija. Albatta, real holatdagi smartfonni sig'imi, akkumulyator sig'imi 8800 mAh tashkil qiladi. 9000 emas, 9000 taka chiroyli raqam qilib qo'yishgan, lekin 8800 ham yomon emas. Aynan Xiaomi'ni Androiddagi HyperOS grafik qobig'i bilasizlar, juda ham ochko'z. Misol uchun har doim Redmi va Xiaomi smartfonlari kechqurun misol uchun 100% qilib smartfoningizni qo'ygan bo'lsangiz, ertalab 92-93% gacha quvvat qolgan bo'ladi. Ya'ni 7-8% gacha kechasini shunda prosta takka quvvatini ketkazib yuboradigan odati bor edi. Bunda bu narsa ancha yaxshilashgan. Misol uchun YouTube'da yarim soat 720p da video ko'rganimda bor yo'g'i 2% quvvati ketdi. Va albatta PUBG Mobile'dagi natijalari ham yomon emas, ya'ni yarim soatda o'ynaganimizda. Ya'ni kremniy uglerod akkumulyatorni jihozlangan, tezkor quvvat olish imkoniga ega va xuddi shunaqa quvvat uzoq vaqtgacha yaxshi yetkazib berish imkoniga ega. Hozirgi paytda kremniy uglerod bu yangi texnologiyalardan biri hisoblanadi. Umuman Xitoy smartfonsozlari hammasi o'tdi, faqatgina iPhone bilan Samsung hali o'tgani yo'q. Ya'ni bu kelajakdagi eng ilg'or texnologiyalardan biri. Esingizda bo'lsa, Xitoy smartfonlarida NFC umuman bo'lmasdi. Bu smartfonda NFC bor va Mi Share ilovasi orqali boshqa smartfonlarga bemalol ma'lumotni uzatsa bo'ladi. Xiaomi har doimgidek iPhone foydalanuvchilarini Xiaomi'ga o'tishini xohlaydi va bu uchun maxsus ilovalar ham ishlab chiqqan. Ya'ni iPhone'ga o'rnatilgan maxsus ilova orqali iPhone'ingizga kelgan qo'ng'iroqlar, iPhone'ingizga kelgan WeChat, aynan faqatgina WeChat, hozircha Telegram yo'q nimagadir, WeChat ma'lumotlar ikkinchi smartfoningiz, ya'ni Redmi smartfoningizda ko'rinishi mumkin. Juda ham yaxshi o'ylangan g'oya. Albatta Redmi orqali o'sha WeChat'imizga, ya'ni u ham Telegramga o'xshagan ilova bo'ladi. Messenger javob bera olmaymiz, lekin umuman olganda iPhone'ingiz zaryadga ketayotganda Redmi'ingizga mana shu WeChat ilovasiga qanaqadir ma'lumot keldi, kimdan keldi, palonchi pistonchidan keldi degan narsani ko'rish mumkin. Bu ham yaxshi yengillaydi deb o'ylayman va zo'r narsa deb o'ylayman. Albatta iPhone'chilarni maksimalni nima qilib bo'lsa ham shu Redmi yoki Xiaomi'ga o'tishni xohlashadi va qanaqadir miqdorda bu narsaga erishyapti aynan Xiaomi kompaniyasi Xitoy bozorida. Dunyo bozorida albatta bunga o'tishga menimcha
balki ozgina vaqt kerak bo'ladi. Sababi mana Instagram hozir Android smartfonlardan olingan videolarni yaxshi sifatda ham qo'yish imkonini beryapti. Smartfonni narxi necha pul desanglar, albatta men yozib qoldirmayman. Sababi vaqt o'tib bu narxlar o'zgarishi mumkin. Undan ko'rasi bizning o'zgarish shop Telegram kanalimizga o'tib olinglar va albatta u kanalda mana shu smartfonlarni realniy narxlari va agarda sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol adminga yozib, o'sha kungi narxlarni ham bilib olsangiz bo'ladi. Albatta bu ancha vaqtdagi uzoq vaqtdagi tanaffusdan keyingi birinchi videomiz. Like, kommentni qo'llab-quvvatlab borsanglar, videomiz ko'proq demak prosmotr bo'lsa, albatta bu bizga ya'ni qilayotgan ishimiz bekor emasligi, ya'ni bu sohadagi bizning obzorlarimiz ko'pchilik hali ham qiziquvligini bildiradi va albatta bundan ham zo'r smartfonlarni tez orada sizlarga obzor qilib chiqarib beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha assalomu alaykum.